soyasini yorib o'tgan yelkani ma'lum bir tanasi yorib o'tsa, keyin quyun patron hosil bo'lgan bo'ladi. Kelinglar buni grafikda bitta ko'rsatib o'tay sizlarga. Qaranglar. Ovoz bormi? Ovoz. Ovoz bormi? Ovoz borayotgan bo'lsa, plyus bosib yuboringlar. Ovoz bormi? Ovoz. Bo'ldi, ovoz borayotgan bo'lsa yaxshi. Quyun patron bo'yicha bozor bitta sizlarga ko'rsatib beraman. Quyun patron o'zi nima, qanaqa holatlarda demak quyun patron hosil bo'ladi. Bu joyda ko'rayotgan bo'lsanglar, yelkalar bir-biridan past, ya'ni bu yelkaga nisbatan bu yelka past. Bu yelkaga nisbatan bu yelka past. Quyun patron shakllanishi uchun shu yelkamizning eng maksimum soyasini ma'lum bir switcha tana ko'rinishi yorib o'tish kerak. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, buni soyasini bu switch yorib o'tdi, uje bizda quyun patron shakllandi. Aynan shu quyun patron, ya'ni trendni seldan bayga o'zgarishi degan ma'noni bildiradi. Yana ko'rib chiqamiz, qaranglar. Bitta yelka, ikkita yelka quyun patron hosil bo'lishi uchun shu yelkani ma'lum bir switch yorib o'tish kerak. Aynan bu yelkaning maksimum soyasi qizil switchi. Shu qizil switchamizning maksimum soyasini aynan shu yashil switch yorib o'tdi. Ya'ni bu joyda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, struktura buzildi. Ya'ni trend tepada chizib ko'rsatib berdim-ku. Tez qilib shu switchani tez qilib turib bayga ketadi, katta ehtimol bilan, yoki sizni o'sha periodingizni demak ustiga to'g'ri kelgan bo'ladi buni tez qilishi. Ya'ni katta ehtimol bilan shu switchani tez qilib ketadi bozor quyun patron strategiyasi bo'yicha. Yana ko'rib chiqamiz. Bu joyda qaranglar. Yelkalar hammasi bir-biridan past bo'lib kelyapti. Hammasi bir-biridan past bo'lib kelyapti. Hammasi past bo'lib kelayotgan paytda endi bu yelkalarga nisbatan bu yelka baland bo'lib qoldi. Bu yelkalarga nisbatan bu yelka baland bo'lib qoldi, lekin soyani yora olmadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu soyani bu yora olmadi. Bizga qachon quyun patron hosil bo'ladi? Shu soyamizning ma'lum bir switchi tana ko'rinishi yorsa. Ko'rayotgan bo'lsanglar, buni soyasini bu yorib o'ta olmadi, bu switch yorib o'tdi. Ko'ringlar? Soyani bu switch yorib o'tdi, demak, endi shu holat bo'yicha bizga quyun patron hosil bo'libdi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, shunaqa quyun patronli struktura hosil bo'lgan paytda sizlar demak bayga yoki selga harakat qilsanglar bo'ladi. Ko'r-ko'rona bu harakat qilib turib savdoga kirish tavsiya qilinmaydi zonadan. Ochig'ini aytay, hozir bittirimda o'zi juda katta darsdi-yu. Teng zonalar, teng yelkalar, Fibo tortish, shunga o'xshagan strategiyalarni ham bizga o'rgatgansiz. Zo'r ishlab kelyapti. Aynan o'shani quyun patronni o'zi bo'yicha ham demak alohida savdo qilsa bo'ladigan strategiya edi. O'zi bu katta mavzu degan savollar kelyapti. Haqiqatan fikringlarda jon bor. Xo'p, unda bunday qilamiz. Hozir darsni boshlaganimizga ham biz ancha soat bo'ldi. Agar xo'p deydigan bo'lsanglar, men tasdiqlar bo'yicha quyun patron bo'yicha
tasdiqlar bo'yicha sizlarga 3-4 ta strategiyani o'zi darsga o'taman, qo'shaman deb o'zi ajratib qo'yganman-da. Bu birinchisi queen pattern. Ikkinchisi struktura buzilishiga qarab Fibonacci tortish. Uchinchisi trendinglar bilan ishlash. Shunga o'xshagan bir nechta tasdiqli strategiyalar bor. Hozir chala o'tib beradigan bo'lsam, to'g'risi sal vijdonim qiynalib qoladi, chunki sizlar strategiyani foyda qilish, ya'ni strategiyadan qandaydir manfaat ko'rish bo'yicha sizlar o'rganyapsizlar. Har bittasini men idealni, detalni o'tib beradigan bo'lsam, eng kamida 20 minut yoki yarim soat vaqt ketadi. 5 ta 6 ta tasdiqli sizlarga nimadir o'rgatadigan bo'lsam, 1 soat 2 soat vaqtimiz o'tib ketar ekan. Bu bo'yicha hozir bitta ikkita takliflar ham bo'ldi. Men xotirjam sizlarga ertaga video darslar olib shu kanalga tashlayman. Queen pattern bo'yicha, Fibonacci bo'yicha, tasdiqli strategiyalar bo'yicha sizlarga video darslar tashlayman. U video darslarni ko'rib tushunchaga ega bo'lasizlar yoki tushunmagan joylar bo'lsa so'rasanglar, men tushuncha berib o'taman. Ungacha sizlar qiladigan ish uровень tortishni o'rgatdim, ya'ni shu period strategiyasi bo'yicha. Shu uровень tortish bo'yicha hammanglar ertaga, demak, ertagacha mashq qilasizlar yaxshilab. Menga oylik, haftalik va kunlik time frame'da eng kamida 5 tadan uровень tortib, admin profiliga, demak, rasm tashlaysizlar. O'zi tushundinglarmi, yo'qmi? Tushunmagan joylar bo'lsa savolinglar to'plab turasizlar. Ertaga men tasdiqli strategiyalar tashlaganimdan keyin ham ertaga bitta kechga yana bitta chat qilamiz. Ertaga bitta kechga chat qilamiz. Bugungi o'rgatgan shu period uровень tortish bo'yicha va tasdiqli strategiya bo'yicha ikkalasini bir-biriga qo'shgan holatda ertaga xulosa dars qilib beramiz. Shu joyda ichlarida o'rinli savol kelyapti. Ustoz, scalping strategiyasi bo'yicha ham H4 ni M15 ga olsak yoki H1 ni M5 ga olsak period ustiga tushmaydi degan savol. Bu savol juda o'rinli. Period ustiga tushmaydi. Bu bo'yicha sizlarga ertaga o'zim polni tushuncha qilib beraman. Ya'ni scalping strategiyasi bo'yicha. U scalping strategiyasi ham juda zo'r narsa. Lekin sizlar ertagacha birinchi o'rinda qiladigan ishinglar oylik, haftalik va kunlik time frame bo'yicha urovinglar tortishinglar kerak. Har bitta time frame'ga 5 tadan misol and or if block. Ya'ni maksimumda, minimumda ichki strukturada hosil bo'lgan yelkalardagi, demak, o'sha logical bloklarimizga urovень tortib, zonalarni har bittasiga 5 tadan misol tashlab qo'yishlar kerak bo'ladi. Hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bugungi dars. Demak, ertaga men kunduz sizlarga tasdiq strategiyalar bo'yicha videolar tashlab qo'yaman. U tasdiq strategiyalarni alohida strategiya ko'rinishida ishlasanglar ham bo'ladi. O'zinglar uchun bonus strategiya sifatida qabul qilsanglar ham bo'ladi. Lekin biz u tasdiq strategiyalarni asosan bu show period strategiyamizda ishlatamiz va foydalanamiz. Ertaga iloji boricha darsni ertaroq qilamiz. Bu bo'yicha kanalga yozamiz.